Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Sizlar bilan Mubina Mamatova rus tilini chet tili sifatida o'rganishning 5-darsiga xush kelibsiz. Здравствуйте, всем добрый день. Сегодня с вами еще Mubina Mamatova. Sizlar men bilan ekanligingiz uchun juda ham xursandman. Сегодня мы с вами пройдем род имен существительных. Demak, uzoq kutilgan rodlar mavzusiga yetib keldik. Endi biroz grammatikaga ham kiramiz. Rodlar rus tilining bazasi hisoblanadi, buni bilasizlar. Rus tilini rodsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. O'zbek tilida bilaman, rodlar yo'q. В узбекском языке вообще-то нет рода, нет понятия рода, но это не так уж трудно. Можно справиться. Buni amalasa bo'ladi. Погнали! Значит, в русском языке 3 рода. Rus tilida 3 ta rod bor. Imya существительное degan iboraga birinchi e'tiboringizni tortib olay. Imena существительные от degan o'zbek tilida. Имя существительное это часть речи, so'z turkumi, которая отвечает на вопросы кто, что, kim, nima savoliga javob beradigan so'z turkumi hisoblanadi. Ya'ni siz biron bir predmetga yoki biron bir hodisaga yoki biron bir shaxsga kim nima savolni berishingiz mumkin. Shular bizda существительное hisoblanadi. Например, ruchka so'zi, yonimda ruchka turibdi ekan, misol keltiryapman. Ruchka nima deb savol beramiz, to'g'rimi? Nima? Ruchka. Demak, ruchka имя существительное bo'ladi, ot bo'ladi. Или же pingvin, sevimli hayvonim. Pingvin. Кто savolni beramiz, chunki hayvonlar jonli degandiga. Pingvin jonli bo'lgani uchun va kim savoliga javob bergani uchun bu bizda одушевленное deyiladi. Demak, pingvin кто savoliga javob beradi, bu ham имя существительное. Имя существительное nima ekanligini tushunib olgan bo'lsak, endi rodlarga o'tamiz. Nima uchun имя существительное, ya'ni ot so'z turkumini hozir tushuntirib o'tdim. Chunki aynan mana shu otlar sifatlarni, sonlarni, olmoshlarni rodiga moslab keladi. Ya'ni ot boshqaradi. Ot qaysi rodda bo'lsa, otni ta'riflab kelayotgan so'z o'sha rodga turishi shart. Qoida bu. Otlar juda ham qattiq turadi bu narsaga. Davom etamiz. Demak, rus tilida 3 ta rod bor deganidek, otlarimiz, ya'ni существительное, имя существительное qaysi harfga tugaganiga qarab 3 ta rodga bo'linadi. Qaysi harfga tugaganiga qarab. Мужской род. Juda ko'pchilik hayotiy tajribadan gapiraman, esingizda qolishi uchun. Мужской rodni erkaklarga deb o'ylashadi, женский rodni ayollarga deb o'ylashadi va bitta o'quvchim hattoki средний rod bolalargami degan savol bergan. Juda ham kulgan edim shu vaziyatda. Ammo esda qolarli bo'lgan. Ammo bu noto'g'ri yondashuv. Мужской rod undosh harfga tugaydigan so'zlar uchun. E'tibor bering. Viktor, student, город, друг, карандаш hammasi undosh harfga tugadi. R, T, D, G, Sh hammasi undosh harf. Shuning uchun mana bu yo'q degan belgi turibdi. Unliga tugamadi degan. Мужской roddagi so'zlar unli harfga tugamaydi. Keyingisi мягкий знакка tugashi. Преподаватель, словарь, muzey, tramvay. Demak, telga tugagan so'zlarimiz. Telga tugagan so'z deganda nimani nazarda tutyapmiz? Mana shu преподаватель degan so'zingiz oxiri telga tugayapti. Вот. Словарь degan so'zingizda ariga tugayapti. Mana shu tugagan qo'shimchalarga e'tiborli bo'lishingiz kerak bo'ladi. Chunki aynan mana shu tel va ariga tugagan so'zlar мужской rod hisoblanadi. Muzey ikratkiga tugayapti. Ikratki ham undosh harf. Tramvay bular ham мужской rodning darakchisi. Мужской rod tushunarli bo'lgan bo'lsa, oxirgidagi mana bu istisnoli vaziyatni ham ko'rib chiqamiz. Planetariy. Bu ham ega tugagan hisobda, shuning uchun мужской rod, ikratki undosh harfga tugagan. Женский rod. Женский rodimiz bizda ana so'zi bilan ishlatiladi. Buni bilasizlar. A harfiga tugatamiz. Женский roddagi so'zlarni juda ko'p vaziyatda.
Demak, bu a va ya harfiga tugagan so'zlar. Jenrod. Juda ko'pchilik mana shu женский rodni ta'riflashda xato qilishadi. Qanday? Unli harfga tugagan so'zlar женский rod deydi. Xato. Unli harfga tugaganlar emas. Unli harflarimiz ko'p. Biz faqatgina a, yaga tugagan so'zlarni женский rodga kiritamiz. Anna, sestra, komnata, kniga. Ko'ryapsiz, a harfiga tugagan женский rodda. Песня, семья, тетрадь, дверь. Demak, песня, семья, yaga tugayapti, женский rod. Tетрадь, dверь degan so'zlarimizga e'tibor bersangiz, mягкий znakka tugagan, ammo женский rod. Bu nima uchun? Bizda мужской rodda ham mana tel, arga tugagan so'zlar, женский rodda ham mana mягкий znakka tugagan so'zlar bor ekan. Bularni ro'yxatini yodlab olishimiz kerak, chunki bularni asosiy qoidasi yo'q. Qaysi qoidaga binoan qaysi so'z qaysi rodga kirishini aniq aytib o'tirmaymiz. Juda ham aniq-tiniq tushuntirilgan manbalar bor, kitoblar bor, lekin u qoidasini yodlab o'tirganingizdan ko'ra ro'yxatdagi so'zlarni yodlab o'tirganingiz qulayroq. Menga ishonavering. Demak, artelga tugagan so'zlar doim мужской rod, shuni yodlab olamiz. Qolgan vaziyatda esa ro'yxatga qarab, qaysi mягкий znakka tugagan so'z qaysi rodda ekanligini lug'atlardan, slovarlardan ko'rib ishonch hosil qilamiz. Продолжаем. Auditoriya degan so'zimiz mana iyaga tugayapti. Bu ham oxiri ya bo'lgani uchun женский rod. Средний rod va nihoyat. Средний rod оно so'zi bilan ishlatiladi. O'zbek tilida u degan so'zimiz faqatgina u so'zi ishlatiladi. Rus tilida esa мужской rodga он, женский rodga она, средний rodga оно. Nima bu deb o'tirmang. Hammasi oson. Ozgina mashq qilsangiz kifoya. Средний rodga o va y harfiga tugagan so'zlar kirar ekan. Посольство, посольство, окно, село. Mana shu o'ga tugagani uchun средний rod. Море, поле, yega tugagani uchun средний rod. Bundan tashqari, общежитие и yega tugagan so'z ham bizda средний rodga kirar ekan. Mana shu bizda umumiy qoidalar edi. Это у нас общие правила. Дальше у нас идет слово запомните. Запомните, eslab qoling degani. Папа, дедушка, юноша, дядя, мужчина degan so'zimiz ham bor. To'g'rimi? Bular a ga tugayapti, e'tibor bersangiz, ammo мужской rodda. Nima uchun? Erkak jinsini bildiradi. Ya'ni a va ya harfiga tugagan so'zlar agar erkak jinsini bildirsa, erkak kishini bildirsa, biz мужской rodga kiritamiz. Xuddi mana shu ro'yxatdagi so'zlar kabi. Bu istisno. Женский roddagi istisnolar mать, дочь so'zlarimiz. Bu mать va дочь so'zlari mягкий znakka tugaydi va женский rodga kiradi. Падежda, ya'ni kelishlikda o'zgarishda ham bular o'ziga xos o'rinda turadi. Shuning uchun bularni ajratib berilgan. Albatta ko'rib chiqamiz keyinchalik. Средний rodda ham istisnolar bor. E'tibor bering, yaga tugagan so'zlar debdi. Buni myaga tugagan so'zlar deb yodlash osonroq bo'ladi menimcha sizlar uchun. Imya myaga tugayapti. Imya ism. Время myaga tugaydi. Bu ham ya, время vaqt. Myaga tugagan so'zlarimiz средний rodga kirar ekan. Siz hozir o'ylab qolishingiz mumkin. A yaga tugagan so'zlar женский rodda degandingiz. Hozir a ya мужской rodda ham chiqdi. Erkak kishini bildirganda endi ya harfi средний rodda ham chiqyapti deyishingiz mumkin. Ammo chalkashga o'rin yo'q. Мужской rodga a ya kirishi uchun faqat erkak jinsini bildirish kerak. Средний rodga ya harfi kirishi uchun mana shu myaga tugagan 10 ta so'zni bittasi bo'lishi kerak. Takrorlayman, myaga tugagan 10 dona so'z bor. 10 dona. Время, время, вымя, имя, знамя, пламя, племя, семя, стремя, temya. Adashmasam 10 ta sanadim. Demak, mana shu so'zlaringiz средний rodga kiradi. Tarjimasini hozircha bilishingiz shart emas. Muhimi, myaga tugagan 10 ta so'z borligi va ular средний rodga kirishini bilsangiz kifoya.
Вот так вы смогли изучить тему рода. Теперь мы начнем выполнение упражнений. Задание 7. Распределите существительные по родам. Подруга. A harfiga tugayapti, oxirgi harfiga e'tibor beramiz. Demak, A harfiga tugasa, замечательно, подруга женский родda. Комната. Да, вы правы, siz haqsiz, bu женский род. Окно. Прекрасно, это средний род. Общежитие. Oxiri ga tugayapti. Demak, средний род. Учебник. К, унdosh harf. Значит, это у нас мужской род. Письмо. О-ga tugasa, средний род. Ручка. A-ga tugayapti, женский род. Книга. Yana A-ga tugadi. Вы просто супер. Вот так держать, deb shunday davom eting degan ma'noda motivatsiya berish uchun ishlatishadi. Men sizlar uchun aytdim. Так держать. Вы просто молодцы. Человек. К-ga tugadi. Undosh harf, значит, мужской род. Сестра. A harfiga tugadi, значит, женский род. Qolgan so'zlarni ham albatta rodlarda o'zgartirib, to есть rodlarda o'zgartirib deb xato qildim. Sizlar ham bunday xatoga yo'l qo'ymang. Nima uchun? Rodlar umuman rus tilida o'zgarmaydi. Nimaga? Axir ruchka degan so'zingiz bugun женский род, ertaga мужской род bo'lib qolmaydi, to'g'rimi? Albatta, unday emas. Demak, rodlar rus tilida o'zgarmaydi, eslab qoling. Hech qachon ruchka degan so'zingiz мужской родga o'tib qolmaydi. Doim женский родda. Задание номер 8. Напишите предложение по образцу. Образецga qarab, ya'ni namunaga qarab, gaplarni yozing. Шкаф – это он. Шкаф – bu он deyapti, ya'ni мужской roddaligini bildirish uchun. Мужской род deb gapirib o'tirmaysizda, он, она, оно degan so'zlarni qo'yib chiqasiz. Стол. Замечательно. Это он. Стол мужской родda. Трамвай. Великолепно. Трамвай – это он. И краткиga tugasa ham мужской род degan edik. Девушка. Да, это женский род. Это он, это она. Девушка – это она. Мать. Ona degandiki, это она. Дочь. Qiz farzand. Это она. Замечательно. Вы просто молодцы. Я очень рада за вас, за ваше старание. Я люблю вас всех. Bugun mana shu rod mavzusini judayam yaxshi tushunib oldingiz. Bu PDF faylni ham albatta video ostida Telegram kanalimni ssilkasini qoldiraman. Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin bo'lgan vazifalarni bajaring albatta. Sizda hammasi o'xshayapti. Спасибо большое за внимание. Я буду ждать вас на 6-м уроке. 6-darsda ko'rishguncha. Пока-пока.